Shahlo bo'pti, men ishga ketyapman. To'xtang. Nima bu? Mening telefonimmi? Sizni telefoningiz. Qizlar bilan yozishganingizni qarang, uyalmaysizmi? Nasiba, Gulsana, Maftuna, Zarifa, Nunusha. Katyaga yuborgan rasmingizni qarang. Uni yuborgan rasmini qarang, uyalmaysizmi Bobur aka? Tomash, Mamosh, shular bilan yozishib yuring, joniga tegib. 1 minut vaqt bergin menga. Bu ayollar любой parolni ochadi desa ishonmasdim. Endi tupikdan chiqish yo'llarini o'ylash kerak. O'yla. Shahlo, men ko'p o'ylab ko'rdim. Agar bu xabarni onam eshitsa bilasan, kasal bo'lib qoladilar. Otam eshitsa вообще oshirib yuboradilar. Bobur aka, dadajonni, ayajonni men ham yaxshi ko'raman. Lekin bu qizlar kim? Hozir 1 minut. Yemadi-ku bu atmaska. Boshqa atmaska o'ylash kerak. O'yla. Kim o qizlar? Bor ketsang ketaver. Bor, qaror qildim. Bor ket. Sendan boshqasiga uylanaman. Qizlar qurib qopdimi? Nima erkakchilikda bo'ladi-da? Yozishadi endi. Bor ket. 1 minut. Bobur aka, men o'ylab ko'rdim. Boshqa bu xatoni qilmasangiz, kechirdim sizni. Yo, men boshqa yozishmayman. Boshqa yozishmayman, xo'p. Xo'p.